Ko'pchilik lazer operatsiyalari miyapiyani faqat -2, -3 da davolaydi deb o'ylaydi. Lekin zamonaviy texnologiyalar yordamida bu ko'rsatkich ancha yuqori. Bizning Visus klinikamizda zamonaviy texnologiyalar yordamida Schwinn Altos femtosekund lazer yordamida bu miyapiyani -12 dan astigmatizm -6 gacha davolashning imkoni bor. Smiling takomillashgan usuli SmartSight deb ataladi. Eng muhim afzalliklaridan biri bu stiklotorsiya funksiyasi. Bemor diagnostika paytida o'tirgan holatda tekshiriladi, operatsiya paytida esa yotgan holatda bo'ladi. Shu sababdan ko'z to'qi 15-20 gradusga o'zgargan bo'lishi mumkin. Ko'plab eski lazerlarda esa bu farq inobatga olinmaydi. Ammo bizning klinikamizdagi Schwinn Altos femtosekund lazeri ko'zning holatini avtomatik aniqlaydi, stiklotorsiya ko'z aylanishini hisobga olib va bu juda aniqlik beradi. Natijada astigmatizm ham yuqori darajada davolanadi. Atigi bir necha daqiqa davom etadi. Agar sizda miyopiya yo murakkab miopik astigmatizm bo'lsa, bizning Visus klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin. Sizga SmartSight usulida yordam beramiz.